İslahat meselesi o'tgan asrning boshlaridan boshlabla Uyg'urlar ichida eng ko'p markaziy tema bo'lgan va eng ko'p bedel to'langan masalalardan biri. Abduqodir Damollamdan boshlangan islohot karvoniga ergashgan azimatlarimiz qonlari va mollari bedeliga Uyg'ur millatining taraqqiy qilishi va qudrat tepishi uchun jon kuydirib xizmat qilib keldi. Islohot ba'zida millatning diniy masalalarida julolagan bo'lsa, ba'zi chog'larda milliy manfaat asosida o'ttirib qo'yildi. Yana ba'zida bir she'r yoki asar uchun yillarni zulmatlik zindonlarda o'tkazishga sababchi bo'lgan bo'lsa, ba'zi chog'larda bir qitimliq da'vat tufayli oilasi va jaddiy jamoatining chetga qilishi yoki yo'qotilishi bilan oxirlashdi. Ammo bu islohot karvoni to'xtab qolmadi. Zaman taraqqiy qilgancha biz uchraydigan masalalarni ko'payib mangmoqda. Burun bir qancha masala ustida talash-tartish qilingan bo'lsa, bugun yuzlagan masalalar beshimizni og'ritmoqda. Undaqda qanday qilish kerak? Masalalarimiz dövülünüp turayverish kerakmi yoki bir tarafdan hal qilish chorasi izlash lozimmi? Biz bu choralarni qayerdan boshlaymiz? Masalalarimizni bir qatimdala yoki bir saviyadala hal qilg'ili bo'lmag'achqa, o'xshamagan saviyalarda parcha-parcha izlanishga to'g'ri keladi. Bu orqali masalalar aziydi va hal qilishga umid tug'iladi. Kelinglar, biz bu islohotni yoshligimizdan boshlaylik. Davomli islohot elib berish, kichik nuqtalardan boshlab hayotimizni, dinimiz, millatimiz va vatanimiz uchun yanglab turishga ahamiyat berishimiz kerak. Amaliyotda har bir inson har kun, har vaqt, har soatda islohotga muhtoj. Xuddi ko'nila aytgandek, inson hayotining oxirigacha o'rganadi. O'rgangan va hayotimiz davomida bizga yo'liqqan har bir ish bizning tafakkurimizga, dunyo qarashimizga va kishilik munosabatlarimizga ta'sir ko'rsatadi. Bu nuqtadan qarag'an vaqtimizda inson hayoti islohot va o'zgarishdan iborat. O'rgangan va hayotimiz davomida bizga yo'liqqan har bir ish bizning tafakkurimizga, dunyo qarashimizga va kishilik munosabatlarimizga ta'sir ko'rsatadi. Bu nuqtadan qarag'animizda inson hayoti islohot va o'zgarishdan aslo ayrilolmaydi. Buningga bir o'quvchining hayoti eng yaxshi misol bo'la olishi mumkin. Bir o'quvchi dastlabki saviyada asosiy bilimlar bilan qurollangandan keyin yuqori ma'lumot olish uchun oliy maktabga boradi. Oliy maktab hayoti uning nazariya jihatda o'zgarish elib berishining tunji bosqichi hisoblanadi. Asta-asta o'sayotgan madaniy safosi va dunyo qarashlari uning kishilik turmushiga ma'lum darajada ta'sir ko'rsatishga boshlaydi. 4 yillik oliy maktab hayoti oxirlashganda bo'lsa, u o'zining jamiyatga hassa qo'sha oladigan bir qatlamga yetganligini his qiladi. Uningdan keyingi har bir bosqichda yangi ilm va tajribalar orqali uning hayot qarashlari pishib yetilgan bo'ladi. Kim bo'lishidan qat'iy nazar har kuni yangi ilm va madaniyatlar bilan uchrashib turdi. Ammo ba'zilarimiz uchragan qiyinchiliklarni tushunish va hal qilish bilan mashg'ul bo'lgan bo'lsa, yana ba'zilarimiz reallikdan o'zini qochirib yashamoqda. O'zi yashayotgan muhitni bo'ysundirish va millatiga xizmat qildirishdan ansirmoqda. Bu holat dal yarim mavsumda o'qishni tashlagan o'quvchiga o'xshaydi. Uning o'quvchi ekanligi rost, ammo o'qigan va bilganlaridan islohot va o'zgarish yakunlamasdan hayotini o'tkazadi va oxirida o'zining taqdiridan va imkoniyatlaridan zarlanadi. Biz yoshlar shuni aniq bilishimiz kerakki, har birimiz har ishni vujudga chiqara olamiz. Har birimiz bu millatning kelgusi, bu millatning umidi. Allah bizga bu kuch-quvvatni bergan. Biz Allohga bergan va'damiz bo'yicha o'zimizda bayqagan illatlarni tuzitish, o'zimizni zamonga loyiq yetildirish va o'zgartishga alohida ahamiyat berishimiz kerak. Bu bizning bugungi Uyg'ur jamiyati oldidagi eng muhim majburiyatlarimizdan biri. Yoshlar islohot temasidagi da'vatlarimiz bundan keyin huzuringlarda bo'ladi. Omon bo'lgaysizlar.